Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2-niki 14-kuni juma. 2 kunning oldida bir video ishlab taqatgan. Bugun yana qayta ishlab qoldim. 2 kundan keyin. Bugun sizlarga bir hojat bilan ishlataman bu videoni. O nima hojat desanglar, hozir menga vatanniki, lagernniki hozirgi ahvolda to'g'riliq uchur lazım, pek ciddi lazım bu uchur. Bana tünügün bir neçe qarindoshlardan uchurlar kelgan, uni sizlarni ko'rdinglarmi? Facebook, Twitter, WhatsApp larda keng taqatdim buni. Uyg'urlarga taqatdim, chetliklarga taqatdim, muxbirlarga, men bildiğim adamlarning hammasiga. Uchur nima desanglar, Qashqarniki Pezvat noyasidagi bir lagerga hozir tamoq olib berilmaganiga 9 kun bo'libdi. Tunigunki gap bu. 9 kun bo'libdi. Bir qism qarindoshlar bu uchurni nereden bildingiz deb so'radi mendan. Bu uchurni shu lagerda o'zining hadisi var bir qarindoshimizdan oldim. O qarindoshimiz uydagilarga ko'rishib ekan tunugun. Ko'rishsa shu intayin qattiq yig'ilgan holatda men uchun yetkazibdi. Hozir 9 kun bo'libdi lagerdagilarga tamoq yo'q deb. Çünkü manbasi shu, men u narsani chiqargandan keyin bir qancha muxbirlar aloqalashdi men bilan. Shu manbasini so'rab shuniki. Men shu bo'yicha deb qo'ydim. Bizga hozir endi bundan boshqa uchurlash imkoniyatimiz yo'q. Yaqinda Xitoylar vijatlarni biroz echiyapti. Chetalik xiljiq qarindoshlar urtib qoldirgan ancha-muncha ko'rishyapti. Agar bu bo'lsa, shu lager'niki hozirgi ahvoli to'g'riliq, Uyg'urlarniki hozirgi ahvoli to'g'riliq, mana eng yangi uchurlarni hammamiz kuchab bir qo'lga keltirgan bo'lsak, shu uchurlarni qo'lga keltirgandan keyin, andan keyin biz bundan keyin qanday qilish to'g'riliq biroz ish qilaymiz. Men hozir o'zim ko'rishayotgan kishilarga oddiylarni talab qilyapman. U nima desa, lagerdagi Uyg'urlarning virus ve açlıktan ölüp ketişinin aldığını eliş. Xitay bu uçurlarını intayin qattiq kontrol qıvatıdı. Benim kulumda bizim vatandaki bir nayiniki çıqagan vədinamız var. Lagerden koyup birilgenlerge imza koyduğan. Ben kendi şunu videonun aslını çaplap koyayım. Ula lagerga ait bütün neslerini məhbi tutuvatıdı. Hazır andaki hemmi yerlerde Uygurlarını üyden çıqıl koymaya üyü sulu verdi. Başta başka hazır nurgun kişiler sırtı neymiş bu kalığını bilmeydi. Meniki pek ensirgedim neymi desenler. Hazır hem adamların üyü sulu verse, katnaşlarının bütünleri toxtu verse, müşde ahvallarsa da 3 milyondan köp lagerdeki kişilerdeki cenini kandak saklaydı degen mesele var bu yerde. Bu küçük mesele emas. Ben burundan tatip kelgen, hazır bir yıldan eşip kettim. Şu Uygurlarını sulap, lagerga sulab, lagerga masalanmi cho'ng binolar sulab qolgandan bu Xitoyniki bir vahshiy niyati bor. Uyg'urlarni qanday bir taraf qo'yitish to'g'riliq deb pek ensirgan. Hozir bu tahdid keldi mana. Virus bilan ochliq ikki xil narsa. Ashta boshqa qarindoshlar ma'lum ishni qilib bergan bo'lsanglar, agar biz vatandagilarni bu qatim qutuldiramasak, bu fursat ketadi bizning qo'limizdan. Xalqaro hozirmi bak jim turg'uliq. Ama tünügünden tatip, onunla sözleşip kıvattımen hazır bir makal çıktı. USA Today degen gezdika. Onun da benim xil töhbem var. Anadaki tünügüme başka bir makalımın çıktı. Şu virusniki lagerdeki Uygurlarga bo'lgan tahdidde haqida. Bu hadisda chiqishga boshlayotirdi. Bu kifoya emas. Biz shu uchurlarni hamma chiqqandan keyin vatanniki hozirgi umumiy ahvolini to'g'riliq bir umumyuzlik tushunchaga erishgandan keyin şuna ait nimişlarni qilamiz bu to'g'riliq yo'l izlasak bo'ladi. Hozir bu jihatda o'ylanayotgan, yaqin ish yapmoqchi bo'layotgan tashkilotlarmi bor. Ular uchun uchur lozim hozir. Zodi vatanning ahvoli zodi nerdan nerga kechirdik deb. Bundaq bir oddiy uqum bor, buni chetaqirlarsan hamiz bilish kerak. Agar Xitoy davlati bir ochiq jamiyat bo'lgan bo'lsa, Şarq Türkistan'a muxbirlar, təşviqçiler həmiz xalqanca bir alğan bolsa, yer üstündeki neymiş bu atqalığını xalqanca resim tatib, video gelip sırtlağa tatlı bolğan bolsa, mən bir gapni qilgan vaqtimda
uniki Rossiya yalğanlığını kapalı qilish mening majburiyatim bo'ldi. Lekin hozirgidek mundaq bir yepiq jamiyatga bilan ablashyapmiz biz Xitoydek. Bular muxbirlarni kirgizmaydi, tekshiruvchilarni kirgizmaydi, xalqaro tashkilotlarni kirgizmaydi. Ashta bir ahvolda men bir narsa desam, uniki Rossiya yalğanlığını ayirish Xitoyning vazifasi bo'ladi, mening emas. Nimishqa desanglar, mening bu yerda quruq yolg'on gap taqib o'tiradigan vaqtim yo'q aslida. Lekin ahvol mana shunday og'ir bo'lganligi uchun iloji yo'q. Men burundan tortib vatandan kelgan uchurlarni mutasir taqib onunki agar so'rga qolsa mankilikda chataq yo'q unda biz bu yerda qandaqdir bir yolg'on gap taqib boshqa bir ish qilmoqchi emas. Lekin Xitoy Uyg'urlarniki lagerlarga oid butun uchurlarni davlatniki birinchi darajalik maxfiyatligiga deb ashta qattiq saqlayotganligi uchun bizning ilojimiz yo'q. Tünük xabar məsələsi deyəndək, Peyzivatdakı lagerda özünün hədisi var. Mesela bir qarindişimiz qılıb düşən uçur bu. Sorsanlar bunu, meniki onun başqa isbatım yox. İsbatını verəməyəm mən sizlərə. Mən muxbirlərimə şu gəpini dedim, ularını düşündü bu işini. Şuna hazır həmmələrin hərəkətə kelib, zadı vətəndəki hazır əhval qandaq bunu egəlgən bolsaq. Aşını bilgəndən keyin biz xeyli yuqarı yerlərə bara alayımız. Mən bugün bir neçə Twitter çıkarıp koydum. Onu Donald Trump, Mike Pence, Rubio, Pompeo başlarının hemsiga bardıqan qilib qilib chiqardim. Hozir ashta qilsak iloji yo'q. Biz mushu ahvolni demisek, o'ylab baqinglar 9 kun ochliqda turdi degan gap u yerga odamlar aslilamkin hozir 2 yildak, 3 yildak lagerda yetib shuncha ojizlab ketgan. Qanday bardosh qila bular? Mankiyovchilarning qog'inda lagerda emas, sirtiklarning hozir yeydigan tamg'i yo'q. Qalaygan kömür yo'q. O'zimizki kiyim-kechaklarni, oyoqlarini qalayotganligi to'g'ri uchurlar chiqdi yaqin. Mana 2 kun ichida. İcma tartqilarga. Vatanga ahvolimiz shundoq. Agar biz hozir mushuncha ishni qilolmay o'ltirsak, biz chet eldagilarning hech qanday qiymati qolmaydi. Bizniki qiladiganimiz shu uchurlarni yig'ib, buni bir g'aylarga birib, deydiganlarga deb, ashlarniki Xitoyga besim ishlatib, lagerdagi ularning jonini saqlab qilishga saqlab qilishni qo'lga keltirish. Men düşkünki videomda Xitoydan bir va'da bilish kerak desam, ba'zilar Xitoy va'dasi tutmaydi deydi. U rost, Xitoy va'dasi tutmaydi. Lekin hech bo'lmasa, ular yo'q biz lagerdagi ularni o'ldirib qo'yish uchun harakat qilmadik. Ularniki jinni saqlab qilish uchun tirishayotimiz. Masalan, bunda da ishlar qilyapmiz. Kuniga 2 vaqt tamoq qilyapmiz. Isindigan issiqlikni beryapmiz deb ashgapni desa, ishimiz desa hozir kim bularning javobgarlik tatgan vaqtida ash gapni o'ziga qarata ishlat qiladi. Hozirgidek bu butunlay jinjit sirtib qolgan hech qanday odam uydan sirtib chiqib qo'ymay, mushtaq qotgan bir ahvol ostida bizda hozir o'qmayapmiz nima ish bo'lib ketib qolganligini. Mana kelgan yamir uchur hozir lagerdagi Uyg'urlarni kech kunduz ishga yetkazib degan uchur keldi. Bu nima ish bilamsizlar? Hozir bütün Uyg'urlarni uydan sirtib chiqib qo'ymaydi. Poyezd stansiyada, poyezd yo'llarida nima ish bo'lyapti, buni hech kim bilmaydi hozir. Burun kechisi to'shigan Uyg'urlarni hozir endi kech kunduz to'shiy oladi bular, sirtda odam bo'lmaganligi uchun. Uni kurdiga odam bo'lmaganligi uchun. Mana shu uchun yetkazgan qarindishimiz bu Uyg'urlarning ko'pinchisini o'ldiritish mumkin deb aytdi. Uni farzi. Lekin hozirgi ahvolda lagerdagi unchalar ko'p Uyg'urlarni ishga o'tkazsa, nima qilmoqchi ular? Hozirga qadar 1 milliondan ko'p odam yo'qlab qo'ygan. Men buni burunda deb kelyapman. Bularning ichida biologiyalik tajribalarga ishlatadigan odamlarni, ishga a'zolarini sotadigan odamlarni alqachon ayirib bular opirib qo'ygan. Hozir endi qog'ozlarni shundan chiqib o'tiribdi, ba'zi lagerlar 100% quruq deydi ishchi. Odamlar ham o'tkazibdi deydi, o'tkazib bo'ldi deydi. Bu odamning nima ish qilib qurilishi kerak? Nurg'un ehtimolliklar bor. Shu ehtimolliklarning eng cho'ng birisi o'shani o'ldirib o'tish. Bu o'tgan yil boshlangan bunday ish. Men bu bir videoda degan buni. Ishga olib, Gansuga olib, odam yo'q jangallarga olib kechisi 50dan mashina besib olib o'ldirib ko'mib bo'lganligini ma'lum uchur kelgan. Nayt yuqoridan kelgan bu uchur. Shularni o'ldirish jarayonida saqchilar saron qolganlar ekan askarlarchida. Saron qilib atmayman bularni desa, shularni qo'shib etib ko'mitinglar degan buyruq tushdi degan gaplarni anglaganman. Gapning qisqasi qarindoshlar uchurji g'ayli menga yetkazib beringlar yoki boshqa tashkilotlar rahbarlari yetkazsanglar mayli. Men mana uchur yetkazgan odam kishilarni qat'iy oshkorlamayman.
buni quvvatqili uzun bo'ldi sizlar hamma ko'rdinglar. Men bek aldırış adamdım sizlarga o'xshashlar mumkin. Yaqinda o'zim qattiq charchadim, bek az uxlayman, hozir bek qattiq charchadim. Agar endi mushqitim vatanlikdan qutulib olmay qolsak, biz bildigan Sharq Turkiston yo'q bo'lib ketadi. Son bek jiq bu yerda. Agar 5 million desakmi bu bek jiq son bu endi. Chet elda turib, bizning mushtaq bir qism imkoniyatimiz bor turib, erkinligimiz bor turib, agar qo'limizdan kelgan ishlarni qilolmasak, bizniki yashaganimizning hech qanday qiymati qolmaydi. Ma bu tunugun oldin kundir kelgan uchurlarni qisqacha men xulosa deb qo'yayim yerda. Birisini qislan Qashqarniki Payzvat noyisniki bir lagerga tamoq bo'lmadi 9 kun bo'ldi deb tunugun kelgan uchur. Anadan keyin Urumchidagi mana shu Wuhandan Xitoyga qochib kelgan bizim vatanga. Ularni sulashdan burun, Wuhanni taqib etishdan burun bir qism Xitoyga qaytib kelgan. Shularniki Urumchida boshqa tutilganlarni nega bir qismlarini lagerga sulabdi. Uyg'urlar bilan o'xshash lagerga sulabdi bir yerga degan uchur keldi. Uniki maqsadi oddiy agar Uyg'urlarga juqib kelsa, hozir lagerdan hech kim sir chiqa olmaydigan bo'lganligi uchun Urumchidagi ba'zi lagerlarda o'tganki uchurlarda 100 ming, 150 mingdek adam bor deb anlaganman. Açtaq lagerlar bu varislar taqalsa adamlar hamsi yo'q ketadi degan gap. O'sha qipti. Aniki onlar öydeydigan hech narsa yo'q. Hatto ichadigan dorilarni ololmay, mashq qiladigan ko'mir yo'q. Oyoq kiyim qilib degan uchur keldi masalanga. Ma bu uyg'urlarni lagerlarni kech kunduz ishkirga o'tkazayotganligi ba'zi lagerlar hozir 100% quruq bo'lib qolganligini abetim dedim. Bu şunu yanıdan geldi. Wuhan'da kelgan bir Xitoy Urumchida optizda qatnab yuribdikan, kim pashib qilib bu. Bu Xitoyni tutibdi. Ondan keyin uning bilan o'xshash optizga chiqqan qolgan hammalarni tutib, uni Urumchidagi Subhi mehmonxonasiga sulabdi o'sha odamlar hammasini. Bir mehmonxona ekan hozir. Bu shirma tunan keldi menga. Ondan keyin yana bir shu WeChat ünidar buluş mümkün bir uçur geldi. Şu vatandan bunu başkalar çıkarttı iken macma taraflı ama şu yerden sağlap koydum. Onun deyişçi hazır intancı kadar ürkütüp atıdı orada. Bu gapni diyen kardeşimiz öz lager demez. WeChat işletilgenin karagan çağda. Bekçi kadar ürkütüp atıdı dediğini lagerin sırtıdaki akartlıqan gap hazır. Hazır ön ısıtıdığan, küme olmasa, yediğen tamak olmasa, nim olmakçı. Bu hem adamlar uydan chiqa qolib qo'ymasa, hozir endi yaqinda sirtin o'qigan o'ylarni ahvollar ko'rilib o'tadi. Boshqa qolib qolsa, u ishtiklarni shu o'limni saqlab o'tirishdan boshqa amal yo'q. Ondan keyin Wuhandagi bir qism Wuhandan kelib tutilib qolgan bir qism odamlarni nimaga 6-doktorxona sulab ekan, Urumchi Yanvodiki. Uningga qarayotgan doktorlar, sestralar burun 15 günde bir qatam uyga bora oladi ekandik. Tunni kunni boshlab 8 kunda bir qatam navbatlash ishlar qilishlar qilibdi. Wuhandan kelgan shu Xitoylarniki bir qismi shu 6-doktorxonadagi hozir. Albatta men degandek tunni kun va bugun shu nimadagi lagerga viruslarning tarqalish ahvoli va lagerlarniki oshqilib o'tilish ehtimolligi to'g'riliq inglizcha ikki yerga maqola chiqdi. Ondaki birisi Amerika'daki USA Today degan gazetede çıktı bugün. Bu kişi bilen ben düşkün paranlaşkan bir sınav falan degan bunu yazgan adamga bugün bu maqola chiqibdi. Andan keyin men abetin degandek maqolamda bir buni boshqa qarindoshlar matar qilib chiqqan maxfiyatlikni saqlash kelishimnomasi deydi. Bir ayının chiqqan kelishimnomasi ekan. Ben bunu şu videonun aslı çıkarıp hemen ko'rib baksanlar bo'ladi. Hozir bular qattiq uchur kontrolga qilyotdi. Agar shu nimish bo'layotganligidan sirtqi dunyoga biz demasak, vatanliklarniki hech qanday ilojisi yo'q. Shu maslahatni bugungi videoni ishlashim sabab shu. Shunga amalan kuchigan bo'lsak, bo'z uchurini menga bersanglar, men hammasini buni yig'ib, inglizcha yozib chiqib, tashkilotlarga boshqalarga beraman buni. Andaki xalqlik muxbirlar bor.
men bilan ish qilayotgan ziyolilarniki hammasiniki bir muxbir chemberiga bor. Xalqaro muxbirlarning chemberiga bor. Biz bilish qilamiz. Hozir yig'ilmoqchilarni hammamiz tang birlikda ishlatib buni hammamiz o'zimiz biladigan kishilarga taqib shu orqali bir xalqaro besimni paydo qilish mushni qilgan bo'lsak. Hozir boshqa tadbirlarni o'ylashyapti munosabatli o'rinlar. Ba'zi qarindoshlarimiz butun dunyo bo'yicha option namoyish qilish bir kuni. Bu da takliflarning ba'zi men uni tekshirishga yetkazib qo'ydim. Başqa qarindoshlar boshqa choralarni o'ylashyotgan bo'lishi mumkin. Meniki hamisha to'liq xabarim yo'q. O'zimniki xabarda bolalarni sizlarga deb qo'yaman. Shunga gapning qisqasi menga o'xshir kerak. Menga bermay boshqalarga bersanlar mayli. Hozir aktiv faoliyat qilayotganlarga ishonsanglar menga bersanlar mayli. Men hozir qo'limga kelgan shularni o'tirliq inglizcha yozib Twitterga chiqarib boraman. Twitterda har kuni shular taqavatadi. Unum yaxshi bo'lyapti. Bir qism muxbirlar meni shu yerdan tepib izlayapti hozir. Ashta bu boshqa biz chet eldagilar qo'limizdan kelgan hamishni qilib hozir 9-10 kun bo'libdi lagerda tomoq yemikli. Yine uzrab ketsa bu ish biz ulardan orqa qolamiz. Shunga bu ishni qancha jiddiy tutib, qancha tez tadbir qo'llansak, shuncha yaxshi qo'limizdan kelgan ishni bir qilib qo'ygan bo'lsak. Ma'qullar. Hammalarga ko'p rahmat. Bu videoni ko'rganlarga bo'lsin taqib qo'yinglar. Andiki menga o'xshir kerak. Ma'qullar. Xayr, xushlik qilib ko'rishamiz. Xudoga emanet.